Bir odamda axloq bo'lishi uchun uningda hayo bo'lishi kerak. Chunki hayo axloqning manbasi. Odam hayo orqali insonlik darajasiga o'rlaydi, hayosizlik bilan hayvonlik darajasiga tushadi. Bizde sharmiy hayot tilga ilinsa, darhol kallamizga ayollar keladi. Shundaqla ko'p hollarda sharmiy hayot tarbiyamiz ayollarga qaratilgan bo'ladi. Amma hadisda Peygamber aleyhisselamның çömperdilik qızdımı hayalık ekanligi bayon qilingan. Qur'on Karimdimi oldi bilan erlarni ayollarga tikilib qaramaslikqa, uningdan keyin ayollarni erlarga tikilib qaramaslikqa buyurgan. Demak bu bizning jamiyatimizda biz tushunib olgan hayot tushunchasi bilan Qur'on hadisdagi hayot tushunchasi o'rtasida farq borligini bildiradi. Biz ko'p hollarda dadil gap qilmaydigan, haqni-haq masalasida mardonlarcha o'tirg'i chiqolmaydigan tortinchoq kishilarni hayolik deb qaraymiz. Amaliyotda bu odamdagi hayo emas, ruhiy ojizlik. Payg'ambar alayhissalom hayoning nima ekanligini nihoyat go'zal ravishda tushuntirgan. Bir kuni Peygamber aleyhisselam sahabelerine haya hakkında nasihat qilib, Allah'tan haya qılınlar dedi. Sahabeler elhamdülillah biz Allah'tan haya qılımız dedi. Peygamber aleyhisselam men maqsad qilgan haya o emas. Haqiqiy ravishda haya qilish bosh va bosh o'schigan narsalarni muhofazat qilish, qurusoq va qurusoq o'schigan narsalarni muhofazat qilish, o'limni aslash va o'limdan keyingi ishlarni aslash. Kimki oxiratni xolasa dunyoning zinnatini tashlaydi. Kimki yuqori ishlarni joyida qilgan bo'lsa, Allohdan haqiqiy ravishda haya qilgan bo'ladi dedi. Rasululloh hadisda degan hayoning birinchi tavsiyasi baş ve baş özgürlüğün narsalarni muhofazat qilish. Ya'ni xiyolimiz kelgan Allah razı bo'lmaydigan o'y fikrlarni jamiyatga chiqishdan saqlash. Shundaqla beshimiz o'schigan ko'z quloqqa o'xshash a'zolarni haromdan saqlashni ko'rsatdi. Ikkinchi tavsiyasi qurusoq va qurusoq o'schigan narsalarni saqlash degani kelimizni haromdan saqlash va qurusoqqa tava bo'lgan avratlarni haromdan saqlashni ko'rsatdi. Uchinchi tavsiyasi bo'lsa o'limni aslash va o'limdan keyingi ishlarni aslash. O'lim inson hayotidagi bir chekit. Musulmon uchun bo'lsa o'lim yo'qotish, oyoqlash emas, ruhiy kiyimni almashtırış. Şunun için Müslüman kılgan her bir işinin ki dünya ve ahiret için qandaq fayda zini var. Şundaqla Allah'ın körüp durduğanlığını her vaqt isidin çıqamay qılıdı. Demek dinimizdeki haya qilish xijil bo'lish yoki tortinchoqlikni ko'rsatmaydi. Balki haya qilish Allah'ın her vaqt körüp durduğanlığını isimizden çıqamay qilgan ishlarimizga diqqat qilish, o'zimizni tutib olishni ko'rsatadi. Xiyolimiz kelgan har qanday o'y fikrlarni Allah razı bo'landi, bo'lmamdi, buning bilan chatqimiz yo'q, o'tirg'i chiqish. Qilg'imiz kelgan har qanday ishlarni Allohdan haya qilmay qilish bu hayosizlik bo'ladi. Shuning uchun Peygamber aleyhisselam eğer haya qilmasan xoliqini qil deydi. Bir odamning Allah razı bo'lamdi, bo'lmamdi, bu qilgan gapim shariatga to'g'ri kelamdi, kelmamdi o'ylashmay xoliqini deyishi, xoliqini qilishi bu odamning hayosizligining isboti. Haya imonning bir parchasi, shundaqla yana bir yuzi. Payg'ambar alayhissalom haya imonning yana bir jufti. Agar bir jufti yo'qolsa, yana bir juftim yo'qaydi degan. Har doim ko'rib turadigan Allohdan haya qilish kishilardan, insonlardan haya qilishning manbasi. Allohdan haya qilmagan odam insonlardan haya qilmaydi. Shundaqla haya İslam dininin simvollik axloqi. Payg'ambar alayhissalom har qanday dinning axloqi bor. İslam dinning axloqi haya degan.